2900'lar, 88'lar, 85'lar, 77'lar. Mana bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Uzunko'cha mahalla fuqarolar yig'inida 2900'lar, 85'lar. musobaqa bo'lib o'tdi. Futbol turniri. Hurmatli mahalladoshlar, mana stadionda Xudo xolasa taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Hamma xursand bo'ldimi? Yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Endi o'zi bu ishni qilish juda qiyin. Mana Nemajon boshchiligida Mirzohir o'g'illari haligi uyga bosmadi-yu, mahalla uchun, obodonchilik uchun qildi bu ishni. Bu binoni doim o'zimiz asrab avaylab oxiriga yetkazishimiz kerak. Ularga emas, biz hammamiz. Mana tosh tashlayapti. 4 kundan beri mana chiroyli o'yinlar bo'ldi. Hamma havas qilyapti. Yoshlarimizda ashi bu ligalar chiqsin, oqibatlar qochmasin, bir-birlariga bo'lgan mehr munosabatlar ziyoda bo'lsin. Bu sovunlar hali kichkinasi. Bundan ham Xudo xohlasa choralarini qilamiz. Bu hammasi bir-birimizga bo'lgan mehrimizni, muhabbatimizni, keyin bir-birimizga ahilligimiz ifodasi. Mahallamiz rivojlanib o'syapti, ko'p narsalar qurilyapti. Boshqalar ham xuddi shunday qurilishlarni qilib chiroyli bo'lib yuraveringlar. Nemajon o'g'illaringiz bilan mana shu narsalarni to yaxshilik ishlatib, farzandlaringiz, nabiralaringizni, ahliyoz bilan xursand bo'lib maza qilib yuravering. Sizga ham katta rahmat, o'g'illaringiz minnatlarga rozi bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Men juda katta xursand bo'ldim. Bu yerda juda ko'pchilik yordam berdi stadion qurilishiga. Biz o'zimiz qo'limizdan kelmas. Juda ko'pchilik bor imkoniyatni qilib nima qilishiga yordam berdi. Hammalaringga rahmat. Mana bu bugungi musobaqalarga shunchadan 3-4 kundan beri bo'layotgan musobaqaga homiylarimiz bor ekan. 3-chi o'rinni qilgan mana shu yoshlar nimasi bor ekan, saxovatli yoshlar ekan. Yoshlarimizga rahmat. Ulardan 1 million mukofot ekan. Endi 2-chi o'ringa mana ikkinchi o'ringa Muzaffar. Bundan bir ehsoni bor ekan ota-onasiga. O'zlarini qilayotgan ishlari xayrli bo'lsin. Doim hamma ishlari yursin, ota-onalar umri ziyoda bo'lsin. Uzoq yillar duo qilib yurish nasib qilsin. Endi 1-chi o'ringa Elyorbekka, mana Xudo xolasa Haydar aka mana hojilarga borib keldi. Bu juda bir yaxshi bu. Buni ham Elyorbekga ham qilayotgan ishlari xayrli bo'lsin. Bundan buyoq ishlari yanada bundanda yurishaversin. Ota-onalarning umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin hammalar. Uzoq yillar o'g'illarini, nevaralarini sevaradan duo qilib yurish nasib qilsin. Hammalarga rahmat. Xo'p. Hozir yoshi qari maza qilib o'ynadik. 5-chi o'rin Bilgan berdi. 1977-yilda tug'ilgan yigitlarga 300 ming so'm pul mukofoti. Samyelda sensan. Ol. To'rtinchi o'rin vakillari 85-yilda tug'ilgan yigitlarga 500 ming so'm pul mukofoti. 3-chi o'rin uchun 2009-yilda tug'ilgan yigitlar 1 million so'm pul mukofoti.
ikkinchi o'rin vakillari 1988-yilda tug'ilgan yigitlarga televizor mukofoti. Qo'ydab keling, qo'ydab keling. Abduroy sekin yurasan deymiz endi buni. Olib keling, mayga olib keling. Bu ham bizda unaqa temir tezak turlar bo'lmaydi, jonli bo'ladi o'rtalar. Birinchi o'rin sohiblari 2000-yilda tug'ilgan bo'lajak futbolchilar. Hammalarni keladilar. To'y mukofoti bilan taqdirlandi. Qani? To'lovdan. Qani ko'tar, qani? Ko'taringlar. Bitta majlis. Sovrinni katta kichigi, sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Kelajakda bundan-da yana chiroyli sovrinlarni olib yurishingizni nasib qilsin. Xo'p. Yana mukofotlarimiz davom etadi. Eng chiroyli gol sohibi Elyorbek 85-yil. Eng ko'p gol sohibi. Ko'p gol urgan mana shu bola. Chiroyli o'ynagandan keyin ko'p gol urdi. Endi-da. Aka manochi maxsus o'zim olib keldim. Sahobat yoshlar guruhi nomidan. Yaqasi bor qolganiga bitta sho'rmang. U ko'rintaydi. Bu kiylar, zakon zo'r. Anaqa forma. Eng yaxshi darvozabon Shohobbozbek 2000-yil. Mana shu tasavvurni yo'qmi? Agar katta kishi kelsa menga aytadi, joyini ko'rsataman, almashtirib beradi. Eng chiroyli o'yin ko'rsatgan o'yinchi Elyorbek 88-yil. Yana mukofotlar davom etadi. Eng yaxshi yosh o'yinchi Javohirbek 2009-yil. Endi chekatuvga hakamlarni qolmayapti. Hakamlarimizda eng yaxshi ijod ko'rsatgan 86-yil tug'ilgan Nuralibek sovg'a bilan taqdirlandi. Yana bitta hakamimiz bor, Elyorbek 88-yil. U ham mukofotlanadi. Hammalarga mukofotlar muborak bo'lsin. Yaxshi ko'rsatishlar. Salomat bo'ling. Endi o'yinimiz yakun bo'lganligi uchun bu so'rovlar nima ekanda duo qilinglar hammamiz haqimizga. Keyin hammamiz ketib qolmaymiz. Mana ichkarimizda osh bo'lyapti. Hammamiz bir-birimizni marhamat jihatiga oqsoqollar keladi. Ular duo qilamiz inshaalloh. Hali. Ilohi amin, ha. Ilohi amin. Avvalo dunyo tinch bo'lsin. Kimki nima qilish qilayotgan bo'lsa, xayrli bo'lsin. Yoshlar harakatda bo'linglar, intilishda bo'linglar. Umrlaring uzoq, rizqlaring uzun bo'lsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Bundan keyingi mahallamiz boshqalar ham yaxshi rivojlanib boryapti. Ko'chalarimizda mana hamma narsa bor. Bu kamida bu ham bo'ldi. Sanoat zonalari bo'ldi. Endi bundan buyog'iga sizlar ham shu mahallani obodonchiligi uchun bir tadbirkorlik narsalarni o'ylab topsalaring, bundan da rivojlanib ketaveramiz. Bo'ptimi kelar? Sog' bo'linglar. Muhtaram yoshlar, mana shu o'zmoz qilingan ehsonlarimizga Nosir akamiz hissasi bor. Homiylar deb bilamiz. Dilmurod akam homiylik qildi o'zmoz. Mansurbek oshnam bo'ladi. U ehson qildi. Mirzohid akam 75-yil. Bularning haqqiga o'zlari xuyonat duo qilib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat. Kamoliddin bor, Kamoliddin. Kamoliddin ham bor.
Endi shu bilan to'xtab qolmash kerak endi turnirlar. Mana yaqin 1 oy ichida mana 9-may keladi xotira turniri. Endi yillar bilan emas. Yillarda qanaqa bo'ldi? Endi ko'chalar bilan musobaqa uyushtirsak, nima deysizlar? Juda a'lo. Kechat. Aralash. 2009 bilan 77-yil bitta komandada o'ynab, o'shaqa ko'chalarni musobaqa uyushtirsak. Bo'laveradi. Ko'chalar. Ha. Birinchi, masalan, Quvonch ko'chasi, bu yoqda Zarbuloq ko'chasi, Yuksak ma'naviyat, Sharxon ko'cha. To'g'ri. Nima deysizlar? Qo'shilamiz. Garaj City. Hozir manaqa bo'lyapti-da. Birlik ko'cha. Kuchli bo'lyapti. Birlik ko'cha. Zo'r. Mahallani aniq qolsa bo'ldi. Ha, mahallani endi Begali, Mansurbek. Xonadon soniga qarab. Hey! Hey! Tut qator. Boy mahalla. Boy to'pa de Mansur aka. Avtonom bular. Ha? Avtonom bular. Avtonom. Xudo xolasa mana bayramlarimiz davom etyapti. Ahli YouTube. Oshlar pishdi. Kamolda mana xizmatda. Muzaffar aka, yuring oshlar deydi. Ye, Kamolda mana istoqlar yeyapti, xizmat qilib, ukaxon. Mana oshlar toshilyapti. Xudo xolasa. Bayramimiz davom etyapti, bayramimiz davom etyapti. Go'zal. Abbas tog'a. Povrakalar mana, povrakalar. Hammasi xizmatda. Xudo xolasa. Pul toparmi? Futbolimizdan keyin bo'layotgan voqealar. Mana hamma oshlarni yeb mazza qilib chempionlar o'tiribdi mana. Bir 1977-yillar chempion. 3-o'rinda. Gap so'z bo'lishi mumkin. Yoqimli ishtaha. Yangi turib tashlab qo'y. Yo'q menda men. Bo'ldi gap yo'q. Oh, hozir bo'lar. Hozir bo'yam setdi. Bo'ldi aka, gap so'z bo'lishi mumkin. Xohlasa hamma yoq chiroyli bo'lyapti. Ahluti bo'rasilar. Hamma shu yerda Jamiljon. Oshimiz mana mini stadionda yonginasida bo'lyapti. Patto ham kelyapti. Patto nima kech qolding? Deyam. Mana. Katejda yonida o'layapti. Oyda bor kir. Kir ichkariga, bo'l tez. Oshga kir, oshga. Hurmatli mahalladoshlar. Yoshlarimiz zaxira to'plar tepib yurishibdi.